Turasiz juda uzun, judayam uzun navbatda turishingiz kerak. Charchayapsiz, tezroq o'tkingiz kelyapti, boshqa qilyapti. Odatda nima qilinadi? Qonun ishlamaydigan mamlakatlarda bundoq qaraydi, aeroportda xodimini topiladi, ko'zi o'ynab turadigan xodimlar topiladi. Aka deydi, shunda o'tib ketishim kerak deydi. Ha? Xo'p. Shuni tezroq topshirishim kerak. Yukim sal og'ir, shuni ham hal qilib yuborish kerak deydi. Bo'pti deydi. Nima qilay? Shuni oldinga o'tkazib bering, yukimni ham gaplashib bering. Bo'ldi, qancha bo'ldi? $20 berasiz deydi. Ha? Ular ham xuddi qo'liga olmaydi, hali ularda musor chelagi bo'ladi. Ko'p davlatda shunaqada. Musor chelagi bo'ladi. Aka, ana musor chelakka qog'ozga o'rab tashlab oling, dollarni deydi. O'sha yerga tashlaysiz. Tashlaysiz, siz darrov o'tkazib yuboradi. Davlat bunga qarshi kurashish kerak. Ha, nima qilish mumkin? Xodimlarni ma'naviyat bo'yicha dars o'tkazish mumkinmi? O'tkazish mumkin. Korrupsiyaga qarshi kurash deb tadbirlar o'tkazish mumkinmi? O'tkazish mumkin. Tushuntirish olib borish mumkin. Xalqqa rolik ko'rsatish mumkinmi? Ko'rsatish mumkin. Yana ko'p ishlar qilish mumkinmi? Qilish mumkin. Targ'ibot bilan, boring ana bitta ikkitasini qamash mumkinmi? Qamash mumkin. Lekin bularni bari bilan muammo hal bo'ladimi? Hal bo'lmaydi. Hal qilishda oson yo'li bor. Navbatda ko'p dunyoda bor bu narsa, aeroportlarda bor narsa. Shoshib turibsizmi, registratsiyadan tez o'tmoqchimiz? Mana normal. Yo'lak. Navbat kutib yarim soatda o'tarsiz, 1 soatda o'tarsiz. Istasangiz o'sha $20 davlatga rasman to'langda tez o'tib keting. Ya'ni qonuniylashtiryapmiz. Korrupsiyaga gap bilan kurashilmaydi. Amaliy ishlar bilan kurashiladi. Aql bilan kurashiladi korrupsiyaga qarshi. Korrupsiyani yo'q qilish juda oson. Korrupsiyani qonuniylashtirish, legalizatsiya korrupsiya deyiladi. Tashkilotga bordingiz, bir hujjat qilib berish kerak, hokimiyatga bordingiz, qonun bo'yicha sizga 15 kunda masalan bir hujjatni tayyorlab berish kerak. O'sha yagona darchasi yo boshqasi. O'sha yagona darchaning yonida pulli xizmat ochib qo'ying. Aytingki, mana bu yerga 150 ming so'm to'lasangiz 15 kunda olasiz. 1,5 million to'lasangiz 1 soatda olasiz. Puli bor odam, shoshgan odam u yerdan qilaversin, u yerdan olaversin. Aytishingiz mumkin. Bunda boylarni faqat kuni tug'ib qolmaydimi deb. Hozir nima bo'lyapti? Ya'ni hozir ham xuddi shu narsa bo'lyapti, faqat bunda jinoyat sodir bo'lyapti va bunda davlat yutqazyapti. Nimaga davlat yutqazishi kerak? Yoshlarga aytadigan gapim bitta. Hamiyat uchun, oriyat uchun inson yashashi kerak, hamiyati, oriyati uchun kerak bo'lsa bo'lishi kerak. Bizni biz qilgan, o'zbekni o'zbek qilgan narsa mana shu. Bizni milliy genetikamizni kodi mana shu. Oriyat uchun yashash, oriyat uchun bo'lish. Islohotlarni ko'rishni istamagan inson islohotlarni ko'rmaydi. Islohotni ko'rishni istagan inson islohotni ko'radi. Xolis nazar bilan ko'rsangiz, islohotlar ko'rinadi. Bundan bor yo'g'i 4-5 yil avval O'zbekistonda maktab bitiruvchilarini necha foizi o'qishga kirish uchun o'rin ajratilardi. 8-10% ga o'rin bordi. Qolgani o'qishga kira olmasdi.
bugun necha foizga o'rin bor? Hozircha salkam 40%ga. Atigi 4 yilda paydo bo'ldi. Millatni millat qiladigan narsa ta'lim tizimi. Ta'lim tizimida o'zgarish bormi? Bor. Buni mana islohot bor ekanmi? Bor ekan, ha? Iqtisodda olamiz. Liberal iqtisodsiz, erkin iqtisodsiz davlat bo'lmaydi. 5 yil avvalgi iqtisod bilan bugungi iqtisod sektorini kuzating. Erkin eksport qilish imkoniyati oshdimi? Eksportchilarga yo'l ochildimi? Ochildi. Ishlab chiqaruvchilarga imkoniyat yaratildimi? Yaratildi. Ishlab chiqaruvchilarga, milliy mahsulot ishlab chiqaruvchilar uchun bojxona to'lovlarida chegirmalar qilindimi? Qilindi. Real sektorda, iqtisodiy sektorda korxonalar soni, real soni o'sdimi? O'sdi. Tеневой ekonomika, ya'ni yashirin iqtisodiyotga barham berilyaptimi? Berilyapti. Yashirin iqtisodda eng katta ko'rsatkichlardan bittasi dollar kursi edi. Dollar kursini davlatda boshqa, bozorda boshqa kurs edi. Bugun shu narsa bormi? Yo'q. Islohot bo'ptimi? Isloh qilinibdimi? Qilindi. Sog'liqni saqlash tizimi. 5 yil avval doktorlarning oyligi qancha edi? Bugun oyligi qancha? Oshdimi? Ya'ni sezilarli, juda katta miqdorda oshdimi? Oshdi. Eng asosiysi, biz muammolar haqida gapirishdan qo'rqar edik. Bugun biz muammolar haqida gapiryapmizmi? Hal qilish, hal qilinmasligi, qachon hal bo'lishligi, qilinayotganligi bu ayri bir masala. Asosiysi, biz muammolarni gapirishdan qo'rqarmidik? Qo'rqar edik. Bugun bundan qo'rqmasdan gapiryapmizmi? Gapiryapmiz. Islohot bo'ptimi? Isloh qilinibdimi? Imkon berilibdimi? Berilibdi. To'g'rimi? Ha, navbat nimaga? Navbat sud huquq tizimi. Sud huquq tizimini, ha, islohot boshlandimi? Ketyaptimi? Isloh qilinyaptimi? Harakat qilinyaptimi? Qilinyapti. Eng katta o'zgarishlardan bittasi, bundan uyalmayman ochiq aytishga. Bitta misol keltiraman. Penitensiar muassasa degan so'z bor qonunchilikda. Qamoqxonalar. Istalgan mahkum mahbusizdan so'rang. Bundan 5 yil avval mahkumga odam sifatida munosabat bormidi? Ya'ni odam deb munosabat bildirish bormidi? Bo'lsa ham oz edi. Hayvonga munosabat qilingandek munosabat bormidi? Juda ko'p edi. Men o'zim qamoqxonada ko'rdim. Ha, o'sha muassasalar xodimlari, ichki ishlar xodimlari yoki boshqa qamoqxonalar xodimlari sizni haqorat qilish deb bas qilishdigur, bugun mahkumga sizlab murojaat qilyapti. Davlat qildira oldimi shu narsani? Qildira oldi. Bular bo'lmasiga turgan, tahqirga ko'nikkan mahkum uchun bugun va tahqirlashga o'rgangan sistemani sizlattirib qo'yish juda katta islohot. Bugun shu narsa bo'ldimi? Bo'ldi. Men o'zim tanamda his qildim, o'zim ko'rdim, o'zim guvoh bo'ldim. Ko'rganimni aytyapman yani. Islohotda buyuk bir qonun bor. Davlat islohoti degani davlat nimanidir o'zgartirishga imkoniyat yaratadi degani. Ammo uni amalga oshirish insonlarning o'ziga bog'liq. Haqqini talab qilishiga bog'liq, ijrochilarning iymoniga, vijdoniga bog'liq. Davlat qo'lidan kelganini qilish kerak bo'lgan narsani qilib berdi. Yani imkoniyat yaratdi. Qonunchilikni to'g'riladi, mablag'larni yo'naltirdi. Bu islohotlarni, ya'ni isloh qilish kim qilishi kerak? O'rta va quyi tizim rahbarlar va
Ayni damda shu o'zgarishni istayotgan inson shu o'zgarishlarga davlat imkon berganda bu rahbarlardan talab qilish kerak. Ichki ishlar o'zgardimi? O'zgardi. Tizim olarak o'zgaryapti. Jazoni ijro etish muassasalari o'zgaryaptimi? O'zgaryapti. Davlat xavfsizlik xizmati o'zgaryaptimi? Ish prinsiplari o'zgaryapti. Birdan hech narsa o'zgarmaydi. Men qamalishimdan oldin ham aytib kelardim. Men avval ham aytib kelardim. Birdan o'zgarmaydi. Vaqt kerak. Bir niholda eksangiz ulg'ayishigacha vaqt kerak. Alloh taolo behikmat qilmagan har bir narsani vaqtini belgilagan. Onani qornida bola tug'ilishi uchun 9 oy yotishi kerak. Xuddi shunday bir ishni boshlaganingizda bu narsani to'liq amalga oshirish uchun vaqt kerak. Televideniye o'ylayapti. Internet, zamonaviy texnologiya, gadjetlar televideniyani o'ldiryapti. Nimaga? Chunki televideniya hamisha sizga istaganini ko'rsatadi. Internet bo'lsa, siz istagan narsani beradi, ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan insonlar ortiq televizor ko'rishdan voz kechyapti dunyo bo'yicha. Televideniya jamiyat ongini boshqarish qurollaridan, vositalaridan bittasi. Bu qurol bugun eskirdi, ammo bu degani bu qurol yo'q bo'ldi degani emas. O'rniga undan da dahshatliroq qurol kirib keldi. Internet. Bu yerda davlat olarak biz yutqazyapmiz. Nimaga? Chunki kecha televideniya qurol sifatida bor edi qo'limizda. Biz uni ishlata olar edik, u bizning qo'limizda edi. Ya'ni efirga nima qo'yish, nimadir tavsiya berish, kerakli narsani ko'rsatish bizning qo'limizda edi. Ya'ni milliy qurolimiz edi. Uni ahamiyati bugun shu. Bugun internet kirib keldi, lekin bu qurol bizning qo'limizda emas. Bu qurol bizning qo'limizda emas. Bu qurol buni yaratganlarning qo'lida. Bugun insoniyat o'laroq oilada boshqani olsangiz, bugun biz buyuk bir fojiada turib, bu fojiada turganimizni sezmayapmiz. Bugun siz, men, ayolimizni, farzandimizni, ukamizni, akamizni, yonimizdagi do'stimizni nima yoqtirishini, nima o'ylayotganini, uni psixologik obrazini Google kompaniyasichalik bilmaymiz, tanimaymiz. Farzandimizni bizdan ko'ra Google ko'proq taniydi. Farzandimizni Google ko'proq biladi. Nimaga? Chunki siz internetga kirib, bir xil narsani tanlaysiz-ku. Bu degani, tanlagan narsangizni faqat beribgina qo'ymaydi internet. Siz nimalar tanlayotganingizni, nimaga moyil ekanligingizni, ana shu narsalarni u yerda tahlil qiladi. U yerda sun'iy intellekt bor, sun'iy ong bor. U tahlil qiladi. Bu sun'iy ong nimalarga asoslangan? Freydni psixoanaliziga asoslangan, boshqa olimlarning ilmlariga asoslangan. Biz bugun farzandimizni Google'chalik tanimaymiz. Va tabiiyki, hukumatimiz ham xalqimizni, millatimizni Google'chalik tanimaydi. Qaysi ma'noda tanimaydi deyapman. Ya'ni bugun xalqning kayfiyatini ko'rayotgan narsasi bilan, unga taqdim etilayotgan narsasi bilan boshqarish imkoniyati hukumatda yo'q, Google kompaniyasida bor ammo. Chunki hammamiz Google'dan foydalanamiz. Butun insoniyatni bugun ilmsiz, johil qilib qo'yish ham mana shunday katta kompaniyalarning qo'lida. Nimaga? Chunki istagan bitta savolingizni bolangizga bering, tekshiring. So'rang, falon narsa javobi nima? Bilmasa nima qiladi? Google'dan qidiradi. Agar bugun Google shundoq osinda matematika fanini kitoblarni o'zgartirmasin, boshqa qilmasin, 2 qo'shuv 2 5 deb javob beraversin. 7 milliard bo'lsak insoniyat. Shunavering 4 milliardi bundan keyin 5 deb aytadi.
balki 4 deydiganlar va 5 deydiganlar o'rtasida katta janjal chiqadi. Mana insoniyat qanaqa ahvolga keldi. Men qayta yana bir marta aytyapman. Avval ham aytgan edim. Mana insoniyat paydo bo'libdiki, agrar taraqqiyot darajasi bo'ldi. Undan keyin industrial paydo bo'ldi. Sanoat darajasi. Undan keyin post-industrial paydo bo'ldi. Hozir bu ham tugab 4-era, informatsion era boshlagan taraqqiyot darajasi. Biz hozir qayerdamiz? Biz agrardan sanoatga o'tish tadorigidamiz, jarayonidamiz. Rivojlangan mamlakatlar o'sha post-industrialdan o'tib ketdi informatsionga. Bir-biridan farqi nimadir siz? Farqini birdan aytib ketay. Agrarda taraqqiyot darajasida boylik yer va yer qishloq xo'jaligi mahsulotlari sanaladi. Sanoatda fabrikalar va fabrikalar mahsulotlari boylik sanaladi. Industrialda, sanoatda. Post-industrialda bilim pul sanaladi, boylik sanaladi. Informatsion erada ma'lumotlar, informatsiya pul sanaladi. Mana sizga bitta oddiy misol keltiraman. Apple kompaniyasi. Amerikada o'tirib, bilimi bilan iPhone ni yaratadi. O'zi yasaydimi? Yo'q. Xitoyga beradi. Uni Xitoy buni ishlab chiqargandan qancha foyda topadi? Bitta apparatdan $5 foyda topadi. Apple kompaniyasi o'ylab topgani uchun bitta apparatdan qancha topadi? $800 topadi. Bu post-industrial zamon. Bu hozir ular ketdi post-industrialdan ham tugatib hozir 4-eraga o'tyapti. Biz qayerdamiz? Biz agrardan sanoatga o'tyapmiz. Eng to'g'ri yo'l agrardan industrialga emas, birdan post-industrial. Ya'ni ilm, fan, yangi kashfiyotlar pul sanaladigan, kapital sanaladigan jamiyatga o'tishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak. Bu juda og'ir kechadi. Bu uchun nima qilish kerak? Butun mavjud iqtisodiy imkoniyatlarni biz faqat ta'lim rivojiga, kashfiyotlar rivojiga urishimiz kerak. Nima uchun prezident mana oxiriga e'tibor berdi? Yaqinda o'sha ilm taraqqiyotiga yana selektor yig'ilish qayta qilyaptilar. Nimaga? Mana shu sababdan. Kimdir ixtiro qilgan narsani ishlab chiqaruvchi bir mamlakatga aylanib qolmaylik. Biz o'zimiz ixtiro qiluvchi mamlakatga aylanaylik degan bir mesej berilyapti-da. Shunga harakat qilinyapti. Shu sababdan. Kitobning narxi hech qachon arzon bo'lmasligi kerak, do'stim. Hech qachon. Bu birinchisi. Ikkinchisi, cho'lda suvsizlikdan qaqishayotgan odam ehtiyoji bo'lsa, haqiqatda ehtiyoji bo'lsa, 7 tog'ni oshib bo'lsa ham buloqqa yetib boradi. Harakat qiladi. Bugun taassufki, kitobni bugun tekin qilib qo'ying boring. Kitobxonlar soni ko'paysa 10%, 15% ko'payadi. Va eng yomoni mana afsuski men buni boshdan aytgan edim. Mana eng zo'r kitobxon ko'rik tanlovlari bori. Bu yaxshi narsa, lekin moshin beramiz, moshin berdik, boshqa qildik. Bular hammasi iste'molchilik jamiyatining qonuniyatlari asosida tuzilgan narsalar. Bular imitatsiya. Ya'ni yo'q narsani bor qilib ko'rsatish imitatsiyasi. Imitatsiya jamiyatda falokatlidir. Imitatsiya natijalari. Ya'ni baxtsiz inson o'zini baxtsiz ko'rsatishi anaqadir, lekin baxtsiz jamiyatda baxtli deb ko'rsatish fojia bilan, falokat bilan tugaydi. Yoki qorni to'q odam o'zini to'q ko'rsatishi mumkindir, lekin qorni och jamiyatda qorni to'q deb ko'rsatish juda katta falokat. Va ayni damda qorni to'q jamiyatda qorni och deb ko'rsatish ham juda katta falokatga olib keladi. Xuddi shunday bugun kitobxonlikni oshiramiz. Prezident bekorga aytmayaptilar. Kitobxonlikni oshirishlar, qancha mablag' yo'naltiryapti, boshqa qilinyapti. Kitobni arzon qilish mexanizmi bormi? Bor. Men buni yaxshi bilaman. Ya'ni kerakli paytda katta
shu idoralarga taklif sifatida ham berganmiz. Kitobni narxini 40%gacha tushirib tashlash mumkin. Shu qog'ozni narxini tushirish evaziga va texnologik anaqa qilish evaziga. Bu juda oson narsa. Bu uchun bitta ikkita monopolistlar zarar ko'radi bu narsadan. Lekin millat yutadi, davlat yutadi bu narsadan. Lekin qilib qo'ysangiz ham bugun taassufki yoshlarda kitobga tabiiy ehtiyoj yo'qda. Tabiiy ehtiyoj bo'lish uchun bu narsa boshqaruvchi bo'lishni istash kerak ichidan. Nimaga? Chunki boya aytganimdek, televizor ko'rayotganlar, internetga qul bo'lganlarda hamisha kitob o'qiyotganlar boshqaradi. Inson juda yanglish o'ylaydi-da. Tanamizdagi jon kimniki? Robbimizniki. Tanadagi jonki bizga tegishli emas ekan, farzandimiz biznikimi? U ham Allohniki. Bu dunyoda neki bor bizga taalluqli emas, bizga tegishli emas. Shunday ekan, biz nimani yo'qotamiz? Yo'qotadigan narsamiz yo'q. Hamma narsa Robbimizniki. Topganimiz deb aytayotganimiz Allohning bizga bergani, omonat bergani. Istaganida beradi, istaganida qaytarib oladi. Biz shunga iymon keltirganimiz. Bilasizmi, bugungi buni qo'rqmasdan tanqid ham qilaveraman. Yoshlar ittifoqi, yoshlar agentligi bor. Bo'yniga qo'yilgan vazifalarni bajarmayapti. Bajara olmayapti. Noto'g'ri yo'ldan ketyapti. Samarasiz ishlar qilyapti. Davlatning katta puliga bundan kattaroq, ya'ni natija olib kelish mumkin bo'lgandan noto'g'ri. Nima uchun? Sotsialniy orientir degan tushuncha bor, ya'ni ijtimoiy orientirlar. Birinchidan jamiyat bugungi yoshlarimizga ijtimoiy orientirlar belgilab berilmadi. Yillardirki, bugungi kunning qahramoni kim degan savolga javob berilmadi. Ya'ni yoshlar kimga ergashishi kerak? Bir obraz yo'q. Tushunyapsizmi? Ya'ni hayotda real mavjud obraz yo'q. Mendan so'rasangiz, bugun yoshlarga obraz qilib ergashishi, kimga qarab ergashishi kerak desangiz, faqat bitta insonni aytaman. Otabek Umarov. Ya'ni yoshlarimiz sportsmen, harakatchan, iymonli, adolatli, vatanparvar, xalq uchun indamay xizmat qilib va qilgan xizmatini hech qachon reklama qilmaslik, kamtarlik bor narsa. Ya'ni yoshlar ideal bo'ladigan shaxs. Bu meni subyektiv. Davlat qadimdir. Hukumat kelib ketguvchi. Davlatning egasi millatdir. Davlatning egasi millat. Davlatning millatning xizmatchisi hukumat bo'ladi. Hukumat u hukumat. Davlat vakolat bergan organ. U davlat emas. Buni farqiga yetib olish kerak. Hukumat davlat xizmatchisi, hukumat xalq xizmatchisi. Islohot tafakkurdan boshlanishi kerak. Islohot ongdan boshlanishi kerak. Bugungi o'zbek jamiyatiga eng kerak narsa jamiyat zehniyatini modernizatsiya qilish kerak. Deylik, siz duradgor ustasiz. Mebel yasaysiz. Oddiy mana shu o'tirgan kursimni yasash uchun sizga 10 vagon emas, 10 eshelon taxta berdim men. Bitta kursi yasash uchun. Endi sizga savol. Mana shu kursi qanday bo'lishi, buni shakli, shamoyili, umuman buni formasi haqida sizda fikr bo'lmasa, 10 ta eshelondan bitta taxtadan bitta stul yasa olasizmi? Yasamaysiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Jamiyatda avval islohot uchun fikr paydo bo'lishi kerak. Fikrsizlik bu tubanlik, fikrsizlik jaholat, fikrsizlik tanazzuldir. Islohotni eng avvalo
bu millatni, bu jamiyatni tafakkurini kengaytirishdan, unda fikr paydo qilishdan, fikrlashga o'rgatishdan, sog'lom munozaraga o'rgatishdan boshlash kerak. Chin musulmonlik, chin muvaffaqiyat 10 marta yiqilib, 11-marta ham oyoqqa tura bilishdir. Dunyoda fahsh 3-darajasiga keldi. Bizda fiesta boshqacha. Aktiv boryapti. Jannat ahli. Allohning yordami bilan. Biiznillah. İmanı Allah var. Allah'ın iradesi var. Ben ancha yillardir ki bir rangli tush ko'raman-da. Tushimda Birlashgan Millatlar Tashkilotini Xavfsizlik Kengashini doimiy a'zosi sifatida to'rda O'zbekiston o'tiradi tushimda. Va o'tirgan joyida Amerikaga, Fransiyaga inson huquqlari toptalayotgani uchun sanksiya kirgizish taklifini bildirtiradi. Germaniyaga iqtisodiy inqirozini oldini olish uchun milliardlab, trillionlab dollar ajratadigan davlat sifatida tush ko'raman O'zbekiston. Orzuim shu. Savollarni jo'natgan barcha muxlislarimizga mingdan ming rahmat. Alloh vatanimizni, davlatimizni, millatimizni panohida asrasin. Assalomu alaykum.